Eron AQSh bilan urushda ustunlikka ega. Alex Yanger. Eron bilan birdamlik ramzi Yaman xusuylari xalqaro yuk tashuvchi kemalarga zarba berishga tayyorligini ma'lum qildi. Pragadagi Rossiya uyiga Molotov kokteyllari bilan hujum qilindi. Putin tadbirkorlarga Ukrainaga qarshi urushni ixtiyoriy ravishda moliyalashtirishni taklif qildi. San'atkorlar uchun yangi soliq tartibi joriy etilishi mumkin. Endi esa batafsil. Agar Saxaro markazidan sertifikat olishda muammoga duch kelayotgan bo'lsangiz yoki rus tilini yetarlicha bilmasangiz, xavotir olmang. Malakali mutaxassislar jamoasi sizga quyidagi xizmatlarni tez va sifatli amalga oshirib beradi. Registratsiya, patent, pasport tarjimasi va har qanday hujjat ishlari. Eng asosiysi, xizmat haqqi ish yakunlagach amalga oshiriladi. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Eron AQSh bilan urushda ustunlikka ega. Alex Yanger. Bu haqda Buyuk Britaniya razvedkasining sobiq rahbari Alex Yager The Economist nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. Haqiqat shundaki, AQSh vazifaning murakkabligiga yetarlicha baho bermadi. Fikrimcha, taxminan 2 hafta oldin ular Eronga tashabbusni qo'ldan chiqarishgan edi. Uning ta'kidlashicha, Eron rahbariyati kutilganidan ko'ra ancha bardoshli bo'lib chiqqan. 2025-yilning iyun oyidayoq Eron harbiy kuchlarini taqsimlash va quroldan foydalanish vakolatlarini topshirish bo'yicha bir qator to'g'ri qarorlar qabul qilishgandi. Bu ularga Qo'shma Shtatlarning juda kuchli havo operatsiyalariga qarshi qo'shimcha barqarorlik berdi. Tehron gorizontal kengayish strategiyasiga amal qilmoqda. Ular Fors ko'rfaz mamlakatlarini raketalar bilan o'qqa tutib AQShga bosim o'tkazyapti. Eron energetika urushining muhimligini anglab yetdi va Hormuz bo'g'oziga tahdid qilish orqali mojaroni globallashtirdi. Ular o'zlarining kartalarini mahorat bilan o'ynay olishdi, deya ta'kidladi Yanger. Sobiq razvedka rahbarining xulosasiga ko'ra, Hormuz bo'g'ozini ustida nazorat Eronga ushbu urushda strategik ustunlik berishi mumkin. Eron bilan birdamlik ramzi Yaman xusuylari xalqaro yuk tashuvchi kemalarga zarba berishga tayyorligini ma'lum qildi. Xusuylarning ushbu qarori Yaqin Sharqdagi urush oqibatida yuzaga kelgan global neft va iqtisodiy inqirozni yanada chuqurlashtirishi mumkin. Agar xusuylar urushda yangi front ochsa, ularning asosiy nishoni Yaman qirg'oqlaridagi Bob al-Mandeb bo'g'ozi bo'lishi kutilmoqda, deya xabar bermoqda nashr. Eron tomonidan strategik Hormuz bo'g'ozi yopib qo'yilgan bir sharoitda Bob al-Mandeb Suvaysh kanali tomon dengiz qatnovini nazorat qiluvchi eng muhim o'tish yo'lagi bo'lib turibdi. Biz barcha variantlar uchun harbiy jihatdan to'liq tayyormiz. Harbiy amaliyotni qachon boshlash rahbariyat ixtiyorida. Hozircha Eron dushmanni har kuni mag'lub etib muvaffaqiyatli harakat qilmoqda. Voqealar rivojini kuzatib boryapmiz. Shu orqali harakatlanish uchun qulay vaqtni bilib olamiz, dedi ismini oshkor qilmaslikni so'ragan xusuylar yetakchisi. Tahlilchilarning fikricha, xusuylar maksimal bosim o'tkazish uchun Eron bilan kelishilgan holda eng qulay vaqtni kutmoqda. Eronning Tasnim agentligi harbiy manbalarga tayanib, agar Eron hududi yoki orollarga hujum qilinsa, Bob al-Mandebga yangi front ochilishi mumkinligidan ogohlantirdi. Eronning Livan va Iroqdagi ittifoqchilari AQSh hamda Isroilning Tehronga bergan zarbalaridan so'ng allaqachon mintaqaviy urushga qo'shilgan. Fors ko'rfazdagi qo'shnilarga zarba berish va Arabiston yarimoroli atrofidagi dengiz navigatsiyasiga jiddiy zarar yetkazish quvvatiga ega bo'lgan xusuylar esa hozircha kutish pozitsiyasida turibdi, deyiladi Reuters xabarida. Pragadagi Rossiya uyiga Molotov kokteyllari bilan hujum qilindi. 26-mart kuni kechki payt Chexiya poytaxtidagi Rossiya fan va madaniyat markazi binosiga o't qo'yishga urinildi. Hujum oqibatida derazalar sinib yong'in chiqqan, biroq olov tez orada o'chirilgan. Poytaxt politsiyasi o'zganing mulkiga zarar yetkazish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atdi va aybdorlarni qidirmoqda. Markaz rahbari Igor Grenkoning so'zlariga ko'ra, kutubxona binosiga uloqtirilgan 6 ta Molotov kokteylidan 3 tasi portlamay qolgan. Ushbu voqea Pragada Rus madaniyati kunlari yakuniy tadbiri arafasida sodir bo'lgan. G'arb sanksiyalarga qaramay ushbu muassasalar Ukrainadagi urush davrida ham o'z ishini davom ettirmoqda. Ko'plab faollar va surishtiruvlar ushbu markazlar Kreml targ'ibotini tarqatish bilan shug'ullanishini bir necha bor ta'kidlab kelishgan. Putin tadbirkorlarga Ukrainaga qarshi urushni ixtiyoriy ravishda moliyalashtirishni taklif qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin yirik biznes vakillari bilan yopiq uchrashuvda ularga Ukrainaga qarshi urushni moliyalashtirish uchun byudjetga ixtiyoriy badal kiritishni taklif qildi. Bu haqda 26-mart payshanba kuni The Bell nashri manbalarga tayanib xabar qilgan. Vladimir Putin o'z nutqini urushamiz va Donbass chegaralarigacha boramiz mazmunida ifodalagan. Og'ir davrda biznesdan qo'shimcha mablag' jalb qilish g'oyasi
asosi Rosneft rahbari Igor Sechenga tegishlidir. The Bell ma'lumotlariga ko'ra, Sechen bu haqda bir kun avval Putinga yo'llagan maktubida bayon qilgan. Mablag' jalb qilish vositasi sifatida harbiy obligatsiyalarni chiqarish taklif etilgan. Ayrim tadbirkorlar taklifni darhol qo'llab-quvvatlagan. Xususan, Sulaymon Kerimov 100 milliard rubl ajratishga va'da bergan. Nashr yozishicha, ismi ochiqlamagan yana bir yirik tadbirkor ham Putin taklifini qo'llab-quvvatlagan. San'atkorlar uchun yangi soliq tartibi joriy etilishi mumkin. O'zbekistonda san'atkorlar va boshlovchilar har bir to'y yoki konsert uchun soliq to'lashi shart bo'lishi mumkin. Adliya vazirligi tegishli qonun loyihasini muhokamaga qo'ydi. Unga ko'ra 2026-yil 1-sentyabrdan ijrochilar va ijodiy jamoalar ko'rsatadigan barcha xizmatlar soliq mobil ilovasi orqali majburiy tarzda ro'yxatga olinadi. Xizmat ko'rsatish joyi, sanasi va qiymati haqidagi ma'lumotlar kiritilgandan so'ng belgilangan to'lov amalga oshiriladi va avtomatik ravishda elektron ma'lumotnoma shakllantiriladi. 2026-2029 yillar davomida jismoniy shaxslar daromad solig'ini bir xizmat, bir to'lov tamoyili asosida qat'iy belgilangan miqdorlarda to'lash tartibi amal qiladi. Bu tartib mehnat shartnomasi asosida ishlovchi ijrochilarga tatbiq etilmaydi. Shu bilan birga 2026-yil 1-sentyabrdan konsert faoliyati bilan shug'ullanuvchilar uchun aylanmadan olinadigan soliq bekor qilinadi. Yangi tizimga ko'ra, mobil ilovada ma'lumot kiritmaslik yoki belgilangan to'lovni amalga oshirmaslik litsenziya talablarini qo'pol ravishda buzish sifatida baholanadi. Bunday hollarda ijrochilarga shartnoma qiymatining 20% gacha, ammo bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravaridan kam bo'lmagan miqdorda jarima qo'llaniladi. Bundan tashqari, huquqbuzarlik haqida xabar bergan shaxslarga undirilgan jarimaning 20% miqdorida mukofot to'lanishi nazarda tutilgan. 2026-yil 1-yanvardan boshlab esa konsert xizmatlaridan olingan daromadlarga soliq stavkasi shartnoma qiymati asosida hisoblanadi. Soliq hisob-kitoblari ushlab qolish va byudjetga o'tkazish jarayonlari soliq organlari tomonidan avtomatik ravishda amalga oshiriladi. Shuningdek, mobil ilovada quyidagi qo'shimcha imkoniyatlar joriy etiladi. Xizmatlar bo'yicha shartnomalarni onlayn ro'yxatdan o'tkazish, tadbirlarni elektron tarzda band qilish, elektron to'lovlarni amalga oshirish, ijrochilarning price listlarini ochiq e'lon qilish. Yangi tizim doirasida ijrochilar uchun reyting tizimi ham joriy etilib, ularning soliq intizomi va shartnomalarni bajarish ko'rsatkichlari baholanadi. Qolaversa, 2029-yildan boshlab konsert tomosha xizmatlarini faqat naqdsiz to'lov asosida amalga oshirish taklif etilmoqda. 5 arab davlati AQShga o'z hududidan Eronga hujum qilishga ruxsat berdi. Ommaviy axborot vositalari Fors ko'rfazining 5 davlati AQShga Eronga zarba berish uchun o'z hududlari va havo hududini taqdim etdi. Bu haqda razvedkadagi manbalarga tayanib Fars va Tasnim xabar qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, bu davlatlar sirasiga Bahrayn, Qatar, Kuvayt, Birlashgan Arab Amirliklari va Saudiya Arabistoni kiradi. Amerika harbiy xizmatchilari Eronga qarshi raketa, aviatsiya va dengiz operatsiyalarida ushbu davlatlarning ba'zilari hududiy suvlari va havo bo'shlig'idan foydalangan, deb aniqlik kiritadi Tasnim.